Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Moskvadan O'zbekistonga 4 mashina yo'lga chiqdik. Xudo xolasa Qizilo'rdaga keldik mana. Bitta Malibu, ikkita Captiva, bitta Cobalt aka-ukalar. Ko'rsatib o'taman mana sizlar uchun. Yo'lda ketayotgan jarayonlarni ko'rsatib o'taman mana aka-ukalar. Ishonchli nomerlar ekranda bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar mana. Bittasi Andijon nomerda. Like'ni, podpiskani bosishni unutmanglar aka-ukalar. Behijolat abrashatsa qilaverasizlar. Mana Andijon nomerda. Ketilyapti mana. Kelmoqchi bo'lgan aka-ukalar O'zbekistonning 12 ta viloyatiga taksi xizmatlari aka-ukalar. Ishonchli nomerlarni ekranga qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar mana. Qozog'iston yo'llari ham pisib-silliq. Aloqaga chiqaverasizlar. Orqada Malibu, oldida Cobalt. Ketilyapti mana. Ishonchli nomerlarni ekranga qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Shofir o'zimizmiz aka-ukalar. Shu trassada 10-15 ta mashinamiz bor. Chiqaverasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar mana. Prado bunimiz. Ishonchli nomerlar ekranda bo'ladi. Like'ni, podpiskani bosishni unutmanglar.